Honda Cruiser mashinasi, variator korobka. Bu korobkada mashina qattiq gaz bosganda qaltirab qolgan. Bunga sviti yo'q emas, ATF yo'q quyib, mashinani yurib qo'yishgan. 30-40 ming kilometr. Zamina, noto'g'ri zamina qilishgan. Korobka izlari yedirilib, yemirilib, xullas konus setmay ham yo'q ketgan. Buni endi korobkasini ochib, hisob-kitobini qilib ko'rdik. Korobkaslari donaga qimmatli qilib, bunga bitta silikon korobka olib kelib, ravochi bo'shni bosib ola qoldik. Ishlari yaxshi. Korobkalari, uстановkalari bilan где-то bir 1200 larga aylandi. Kimda shunaqa Honda mashinasi bo'lsa, bu korobkasiga sviti yo'q qo'yiladi. Honda tanishlarga bu jo'natib berasizlar.